Muso Toshmuhammad o'g'li Oybekning barhayot asarlaridan biri Navoiy romani haqida bu kitober. Bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va men ishonaman, nasib etsa havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz va san'atimiz ham albatta bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev. Shunday asarlar borki, vaqt o'tsa-da o'zining muxlisini, asosiysi badiiy ahamiyatini sira yo'qotmaydi. Darhaqiqat, shunday asarlar sirasiga Muso Toshmuhammad o'g'li Oybekning Navoiy romanini kiritishimiz mumkin. Bu asarning 20 ga yaqin tilga tarjima qilinganligi uning qanchalar ahamiyatga ega ekanligini bildiradi. Bu asar nafaqat o'zining tarixiyligi va badiiyligi bilan boshqa asarlardan ajralib turadi, balki o'zida bugungi kunda dolzarb bo'lgan muammolarning ham yoritilishi bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi. Asarda tasvirlangan voqealar 14-asrda ro'y berganligi tufayli muallif o'sha davr tilidagi turkiycha, forscha, arabcha va mo'g'ulcha so'zlardan keng foydalangan. Bu esa asarning tarixiyligini oshirgan. Shuningdek, bu orqali muallif kitobxonni o'sha davrdagi tarixga bevosita olib kirgan. Kitobxon o'zini xuddi Navoiy davrida yurgandek his qiladi.